O'zbekistonda yangilik, endi ikkita quyon bilan bitta o'qitursangiz bo'ladi. Ham kreslo bo'ladi, ham divan bo'ladi. Qaranglar akalar. Shunday qiladigan bo'lsangiz, mana endi divan holatiga aylanyapti. Narxi 2.300.000 so'mga bemalol olsalaring bo'ladi. Bunisini ko'ringlar do'stlar, qaranglar. Kreslomuz mana endi divan holatiga aylanyapti. Shuni ochasiz, mana bu yerda ikkita bolishchalari bilan bor ekan do'stlar. Mana bolishchalarni sekin olib qo'yib divan holatida foydalanasan. Narxi 2.700.000 so'm. Mana bunisi sal boshqacharog'i. Bu ham 2.700.000 so'mdan xudo xolasa Shahrixonda o'ziga aytilgan narxning ichida dastlabkasini qilib beradi. Qolgan joylarga narx oz-moz qo'shilib qoladi. Mana bu mebellarimiz nima deyapti do'stlar? Mana shu turishi 3.900.000 so'mga 4 ta pufegi bilan bemalol olsalaring bo'ladi. 3.100.000 so'mga bunisini olsalaring bo'ladi. Narxlar juda ham arzon. 3.700.000 so'mga mana shusini olsalaring bo'ladi. Bu yerda vibrlar juda ham ko'p. O'zlari ishlab chiqarar ekan, shuning uchun ancha ham arzon qilib beryapti. Mana bu mebelimiz atigi 4.600.000 so'mga ikkita pufegi bilan, ikkita mana bunday aylanadigan kreslolar bilan qilib beryapti. Do'stlar, 6 million so'mga mana mehmonxonalar uchun zo'r stollar topib qo'ydim. Narxlar har xilidan bor. Do'stlar, bemalol bog'lanaverasizlar. Mana bunisi ham o'zigacha ekan do'stlar, mana ham divan bo'lar, ham kreslo bo'lar. Bolishchalarni shunday solib qo'yasiz. Bu yotadi do'stlar. Ko'ryapsizlar, 5 million so'mga mana bunisi olsalaring bo'ladi. Bundan tashqari oshxonalarimiz uchun 1.300.000 so'mdan 2.200.000 so'm. 1.700.000 so'mdan uzr. Mana shu 1.700.000 so'mdan olsalaring bo'ladi. Bunisini 2.200.000 so'mga olsalaring bo'ladi. Manzillari Andijon Shahrixondan bo'lib, ekran tagida telefon nomerlari bo'ladi. Zakaz qilaverasiz.